Aşık bulup Rabbingning jamaliga jannatga yordam bergin Allah deb şu an kelding harakatga hicrat qilding. 26. bab. Cihatning ajriga faqat xolis niyat bilan erishgili bo'lganligi haqida. Allah Taala mundaq deydi: ألا لله الدين الخالص. Bilinglarki, şirkten ve riyadan sapdan Allah'a xasdır. Allah Taala yana mundaq deydi: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Ular faqat ibodatni Allohga xolis qilgan, haq dinga e'tiqod qilgan holda yolg'iz Allohga ibodat qilishga buyurildi. Namozni ado qilishga, zakotni berishga buyurildi. Ana shular, ya'ni ibodat, ixlos, namoz, zakotlar to'g'ridandir. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu mundaq deydi: Men payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning mundaq deganligini anglagan. Barliq amallar faqat niyatga bog'liqdir. Har qanday inson faqat o'zi niyat qilgan narsasiga erishadi. Kimki Alloh va Allohning rasulining roziligi uchun hijrat qilgan bo'lsa, u shuningga erishadi. Kimki bu dunyoda pul molga erishish yoki biror xotin ilish uchun hijrat qilgan bo'lsa, uning hijrati niyat qilgan narsasi uchun bo'ldi. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu mundaq deydi: Biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga g'azotga chiqqaydik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq dedi: Madinada kasal sababdan qilib qolgan nurg'un kishilar bor. Sizlar qayerga mangsanglar va har qanday chilig'idan kesib o'tsanglar, ular xuddi sizlar bilan birga bo'lgandek hisoblandi. Anas radhiyallohu anhu mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Tabuk g'azotidan qaytib Madinaga yaqin qolganda, Madinada qilib qolgan nurg'un kishilar bor. Sizlar qayerga mangsanglar va har qanday chilig'idan kesib o'tsanglar, ular xuddi sizlar bilan birga bo'lgandek hisoblandi, dedi. Sahobalar: Ey Rasululloh, ular Madinada turibmi? deb so'rag'aydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Shundoq, chunki ularni o'zir to'xtatib qo'ydi, dedi. Qurtubi mundaq deydi: Bu hadis o'zri egilariga g'ozining savobi berilganligi va uning g'ozi bilan barobar ekanligiga dalildir. Allohning fazli kengdir. Allohning o'z bandasiga bergan savobi bo'lsa, bandining uningga haqliq ekanligidan emas, balki Allohning bandiga ato qilgan fazlidir. Alloh taolo ba'zi amallarga bermagan savobni bandining niyatiga asosan berdi. Abu Musa radhiyallohu anhu dan rivoyat qilindiki, bir Arabi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qishig'iga kelib: Ey Rasululloh, bir odam g'animat uchun urush qildi. Bir odam nom atoqqa erishish uchun urush qildi. Bir odam o'zini ko'rsatib qo'yish uchun urush qildi. Bularning qaysisi Alloh yo'lida urush qilgan bo'ldi deb so'raydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Kimki Allohning kalimasini oliy qilish uchun urush qilsa, ana shu Alloh yo'lida urush qilgan bo'ldi, dedi. Abu Musa radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan yana bir hadisda mundaq deyilgan: Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan botirlikni ko'rsatish, guruhvozlik qilish va riyo qilish uchun urush qilganlar bor. Bularning qaysisi Alloh yo'lida urush qilgan bo'ldi deb so'ralgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Kimki Allohning kalimasini oliy qilish uchun urush qilsa, ana shu Alloh yo'lida urush qilgan bo'ldi, dedi. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu mundaq deydi: Bir Arabi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qishig'iga kelib, nom atoqqa erishish, maqtanish, g'animat va o'zini ko'rsatib qo'yish uchun urush qilganlar bor, degaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Kimki Allohning kalimasini oliy qilish uchun urush qilsa, ana shu Alloh yo'lida urush qilgan bo'ladi, dedi.
Abdullah ibn Amr radiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, u Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga: "Ey Rasululloh, menga jihad va g'azotdan xabar bersang" degaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ey Abdullah ibn Amr, agar sen sabr qilgan va Allohdan ajr umid qilgan holatda jang qilsang, Allah seni sabr qilguvchi va Allohdan ajr umid qilguvchi holatda tirildirdi. Agar sen riyo qilish va mol dunyolaringni ko'paytirish uchun jang qilsang, Allah seni riyokor va mol dunyolarini ko'paytguchi holatda tirildirdi. Ey ibn Amr, qaysi holatda jang qilsang yoki o'ldirilsang, Allah seni shu holatda tirildirdi" dedi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Bir kishi: Ey Rasululloh, bir odam mol dunyo uchun jihad qilmoqchi bo'lsa, qanday bo'ldi?" deb so'ragaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Buningga ajr berilmaydi" dedi. Bu gap boshqalarga ig'ir tuyulib, yiliqi kishiga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan qayta so'rab baqqan. "Balkim savolingni tushuntirolmagan bo'lsang kerak" dedi. Ondan u kishi: "Ey Rasululloh, bir odam mol dunyo uchun jihad qilmoqchi bo'lsa qanday bo'ldi?" deb so'ragaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Uningga ajr berilmaydi" dedi. U kishi yana qaytlab so'ragaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yana shunday javob berdi. Umar ibn Ubaydulloh radhiyallohu anhu Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan: "Alloh sana yaxshilik ato qilsin. Men Allah roziligi uchun mol dunyo sarf qilib g'azotga chiqsam, shundaqla Allah roziligi uchun jangga ham kirsam, ammo jang paytida shijoatim va jasurligimni boshqalarga ko'rsatib qo'yishni ko'zlasam, qanday bo'ldi?" deb so'ragaydi. U: "Bu riyodir" dedi. Kishilar Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning qishida bir turkum kishilarni, ularning hammasi Allah yo'lida shahid bo'ldi degaydi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu: "Ish sizlar o'ylagandek emas. Ikki qo'shin uchrashgan chaqda mujohidlarning ahvolini yozish uchun farishtalar tushib, paloni dinar uchun, paloni podshohlik uchun, paloni nom atoqqa erishish uchun, paloni Allah roziligi uchun urush qilyotdi. Kimki Allah roziligi uchun jang qilib o'ldirilsa, ana shu jannatga kirdi" deydi dedi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning masjidiga kirganda, Allah yo'liga chiqib halokat etgan bir qo'shin to'g'risida so'zlashayotgan kishilarni ko'rdi. Ulardan bir turkum kishilar: "Ular Allohning askarlari. Ular Allah yo'lida halokatga uchraganligi uchun ularga ajr berish Allohning zimmasida bo'ldi" desa, yana ba'zilari: "Allah eng yaxshi bilguchidir. Ular niyatiga asosan ajrga erishadi" deydi. Umar radhiyallohu anhu ulardan: "Nima haqida so'zlashyapsizlar?" deb so'ragaydi. Ular: "Yiliqi qo'shin to'g'risida so'zlashyapmiz. Ba'zilar mundaq dedi, ba'zilar undaq dedi" dedi. Umar radhiyallohu anhu: "Alloh bilan qasamki, ba'zi kishilar mol dunyo uchun urush qildi. Ba'zi kishilar boshqalarga ko'rsatish va anglatish uchun urush qildi. Yana ba'zi kishilar Alloh roziligi uchun urush qildi. Faqat Allah roziligi uchun urush qilib o'ldirilgan kishilarla haqiqiy shahidlardir. Har qanday kishi qaysi xil niyatda o'lsa, shu xil holatda tirildirildi" dedi. Abu Ajfa Salami mundaq deydi: "Men Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning mundaq deganligini oldim. Sizlar jihatda o'ldirilgan kishini paloni o'ldirildi, u shahid, yoki pukuni o'ldi, u shahid deyatsizlar. Ehtimol u tijorat qilmoqchi bo'lib, ulug'ini oltin kumushga to'shqizgan bo'lishi mumkin. Undaq demay, balki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam degandek, kimki Allah yo'lida o'ldirilsa yoki vafot topsa, u jannatda bo'ldi" denglar.